Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. 20 sentyabrdan boshlab pensionerlar bo'yicha tekshiruvlar kuchayishi haqida tarqalayotgan xabarlar nimani anglatadi? Kimlar xavotir olishi kerak, kimlar esa ortiqcha vahimaga tushmasligi kerak. Bu ma'lumot nafaqat pensiya olayotgan ota-onalarimiz, balki ularning farzandlari, qarindoshlari va ularga yordam berib yuradigan barcha insonlar uchun juda muhim. Agar oilangizda pensioner bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring va albatta tanishlaringizga yuboring. Chunki ko'pchilik oddiy bir hujjat, yashash joyi, bank kartasi yoki ish stajidagi xato sababli pensiya to'lovida kechikish, qayta hisob kitob yoki tushuntirish berish holatiga duch kelishi mumkin. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Shunda men bunday muhim yangiliklarni sizlarga vaqtida yetkazib boraman. Avvalo, men bir narsani aniq qilib aytaman. Barcha pensionerlar tekshiriladi degan gapni ko'pchilik noto'g'ri tushunadi. Bu hammani uyiga xodimlar kelib so'roq qiladi degani emas. Bu birinchi navbatda pensiya oluvchilar haqidagi ma'lumotlar bazasi, hujjatlar, yashash holati, bank orqali to'lovlar, nogironlik bo'yicha belgilangan muddatlar, chet elga chiqib ketish, vafot etgan shaxslar nomiga to'lov davom etib etmayotgani kabi masalalar solishtiriladi degani. Oldin qanday edi? Oldin ko'p ishlar qog'oz hujjatlar orqali yurardi. Mehnat daftarchasi, arxivdan olingan ma'lumotnoma, korxona bergan ish staji haqidagi hujjatlar, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosalar alohida saqlanardi. Ba'zi ma'lumotlar tuman pensiya bo'limida, ba'zilar arxivda, ba'zilari korxonalarda. Ba'zilari esa fuqarolarning o'z qo'lida bo'lardi. Shuning uchun ayrim odamlarning ish staji noto'g'ri kiritilgan, ba'zilarda familiya o'zgargan, lekin hujjatga tuzatish kiritilmagan. Ba'zilarida pasport ma'lumotlari yangilangan bo'lsa ham, pensiya bazasida eski ma'lumot qolgan holatlar uchrab turardi. Hozir esa ko'p jarayonlar elektronlashtirilmoqda. Davlat idoralari o'zaro ma'lumot almashmoqda. Masalan, FHDYO bazasi migratsiya ma'lumotlari, bank to'lovlari, soliq tizimi, bandlik ma'lumotlari, tibbiy mehnat ekspertiza ma'lumotlari va boshqa bazalar o'zaro solishtiriladi. Maqsad oddiy. Pensioner haqiqatan ham pensiya olish huquqiga egami? Miqdor to'g'ri hisoblanganmi? Ortiqcha to'lov bo'lmayaptimi? Aksincha odamga kam to'lanmayaptimi? Hujjatlarda xato yo'qmi? Shular tekshiriladi. Bu yerda eng muhim narsa shuki, agar sizning hujjatlaringiz joyida bo'lsa, pensiyangiz qonuniy tayinlangan bo'lsa, yashash joyingiz, pasportingiz, bank kartangiz va boshqa ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, vahimaga tushmaysiz. Tekshiruv sizni jazolash uchun emas, tizimdagi xatolarni aniqlash uchun bo'ladi. Lekin agar ma'lumotlarda nomuvofiqlik bo'lsa, masalan, pasport almashgan, lekin pensiya bo'limiga xabar berilmagan bo'lsa, yoki nogironlik muddati tugagan, lekin qayta ko'rikdan o'tilmagan bo'lsa, shunda pensiya to'lovida vaqtincha muammo chiqishi mumkin. Endi men sizlarga kimlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerakligini juda oddiy misollar bilan tushuntiraman. Birinchi toifa yoshi bo'yicha pensiya olayotganlar. Masalan, bir otaxon 32 yoshga kirib pensiyaga chiqqan. 35 yil ish staji bor. Pensiyasi har oy bank kartasiga tushadi. U kishi Toshkent viloyati ro'yxatda turadi, lekin oxirgi 2 yildan beri farzandining uyida Samarqandda yashaydi. Agar u kishi faqat yashash joyini o'zgartirgan bo'lsa, bu pensiya to'xtaydi degani emas. Lekin aloqa raqami, bank kartasi, pasport ma'lumotlari, vaqtincha yoki doimiy yashash manzili bo'yicha ma'lumotlar chalkash bo'lsa, pensiya bo'limi aniqlik kiritishni so'rashi mumkin. Shuning uchun yashash joyi o'zgargan pensionerlar o'z ma'lumotlarini yangilab qo'yishi kerak. Ikkinchi toifa nogironlik pensiyasi olayotganlar. Bu yerda masala yanada nozik. Nogironlik bo'yicha pensiya ayrim hollarda muddatsiz, ayrim hollarda esa ma'lum muddatga belgilanadi. Masalan, bir fuqaro ikki guruh nogironlik pensiyasini 2023 yil sentyabrgacha olishi belgilangan bo'lsa, u belgilangan vaqtda qayta tibbiy ko'rikdan o'tish kerak. Agar qayta ko'rikdan o'tmasa, tizimda muddati tugagan deb chiqishi mumkin. Natijada pensiya vaqtincha to'xtatilishi yoki aniqlik kiritish talab qilinishi mumkin. Bu odamning huquqi yo'qoldi degani emas, lekin hujjatni yangilash talab qilinadi. Uchinchi toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Masalan, ayol kishi turmush o'rtog'i vafot etgani sababli voyaga yetmagan farzandlari uchun pensiya oladi. Farzand 15 yoshga to'lgach, agar u kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, ma'lum shartlar asosida to'lov davom etishi mumkin.
Lekin o'qish haqida ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, tizim bu farzand endi huquqqa ega emas deb ko'rishi mumkin. Shuning uchun talabalar kollej yoki oliy ta'limda o'qiyotganlar bo'yicha o'qish joyidan ma'lumotnoma masalasi juda muhim. 4-toifa pensiyani naqd pul shaklida yoki ishonchnoma orqali oladiganlar. Ba'zi keksa insonlar bank kartasidan foydalanishni bilmaydi. Pensiyani farzandi yoki qarindoshi olib beradi. Bu holatda ishonchnoma qonuniy rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Agar pensioner o'zi boshqa joyda bo'lsa, ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa yoki bankdagi ma'lumotlar mos kelmasa, to'lovda savollar paydo bo'ladi. Masalan, bu nabirasiga ishonchnoma bergan, lekin ishonchnoma 6 oy oldin tugagan. Nabira hali ham kartani ishlatyapti. Tekshiruv vaqtida bank operatsiyalari va hujjatlar solishtirilsa, bu muammo bo'lib ko'rinadi. Shuning uchun ishonchnoma muddati doim tekshirilishi kerak. 5-toifa chet elga uzoq muddatga ketgan pensionerlar. Bu juda ko'p uchraydigan holat. Masalan, pensioner farzandiga Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatga ketgan. U yerda bir necha oy, ba'zan bir yil qolib ketadi. Qonunchilikda chet elda bo'lish, doimiy yashashga chiqish, bank orqali pensiya olish bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Agar odam oddiy mehmon bo'lib ketgan bo'lsa, bir tartib, doimiy yashashga ketgan bo'lsa, boshqa tartib. Shu sababli migratsiya ma'lumotlari solishtirilganda savollar tug'ilishi mumkin. Bunday odamlar yaqinlari orqali pensiya bo'limidan o'z holati bo'yicha maslahat olgani yaxshi. 6-toifa ish staji va ish haq hujjatlarida xatolik bo'lganlar. Masalan, fuqaro 1995 yildan 1995 yilgacha zavodda ishlagan, lekin arxiv hujjatida familiyasi bir harf bilan noto'g'ri yozilgan. Pasportda Karimova. Arxivda Karimova o'rniga Karamova deb ketgan. Oddiy ko'rinadi, lekin pensiya hisob kitobida bu katta muammo. Agar bu staj hisobga olinmasa, pensiya miqdori kamayishi mumkin. Shu sababli eski mehnat daftarchasi, buyruq nusxalari, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi haqidagi hujjatlar tekshiruvda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Birinchi misol. Onaxon 20 million 2 ming so'm pensiya oladi. U kishining pensiyasi o'tgan yil ish stajiga qarab hisoblangan. Lekin keyinroq ma'lum bo'ladiki, 5 yil ish staj bazaga kiritilmagan. Chunki mehnat daftarchasida korxona muhri yaxshi ko'rinmagan. Agar onaxon arxivdan ma'lumotnoma olib kelsa, pensiya qayta hisoblanishi va o'yiga masalan 1000 ming yoki 200 ming so'mga oshishi mumkin. Demak, tekshiruv har doim yomonlik emas. Ba'zan odam foydasiga ham ishlaydi. Ikkinchi misol. Otaxon har oy 20 million 800 ming so'm pensiya oladi. U kishining pasporti ID kartaga almashtirilgan, lekin bankdagi ma'lumot ham, pensiya bazasidagi ma'lumot ham eski pasport raqamida qolgan. Bir kuni karta muddati tugaydi. Yangi karta ochishda bank ma'lumot mos kelmayapti deydi. Otaxon pensiyamni to'xtatib qo'yishdi deb xavotirga tushadi. Aslida muammo pensiya huquqida emas, shaxsiy ma'lumot yangilanmaganida. Bunday holatda ID karta, P-email, eski pasport ma'lumotlari bilan bankka va pensiya bo'limiga murojaat qilinadi. 3-misol. Nogironlik pensiyasi olayotgan fuqaro har oy 9 ming so'm oladi. Uning nogironlik muddati 20 sentyabr atrofida tugaydi. U qayta ko'rikka o'z vaqtida bormaydi. Chunki baribir avtomatik uzayadi deb o'ylaydi. Lekin hamma holatda ham avtomatik uzaymaydi. Natijada keyingi oy to'lov kechikadi. Keyin u hujjat yig'adi. Poliklinikaga boradi. Tibbiy komissiyadan o'tadi. Agar vaqtida harakat qilganida bu kechikish bo'lmasdi. Shuning uchun nogironlik muddati bor pensionerlar kalendarga belgilab qo'yish kerak. 4-misol. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha 2 farzandga to'lov tayinlangan. Katta farzand 15 yoshga to'ladi va institutga kunduzgi o'qishga kiradi, lekin o'qish joyidan ma'lumotnoma topshirilmaydi. Tizimda esa 18 yoshdan keyin huquq tugadi deb ko'rinadi. To'lov kamayadi. Oila buni pensiyani kesib tashlashdi deb tushunadi. Aslida kerakli hujjat topshirilmagan. Ma'lumotnoma topshirilgach qonuniy asos bo'lsa, qayta ko'rib chiqilishi mumkin. 5-misol. Bir pensioner vafot etgan, lekin oilasi bank kartasida pul tushayotganini ko'rib, bir necha oy davomida yechib kelgan. Bu juda xavfli holat. Chunki vafot etgan shaxs nomiga tushgan pensiya qonuniy meros yoki alohida tartibdagi to'lov emas. Agar ortiqcha to'langan bo'lsa, davlat uni qaytarishni talab qilishi mumkin. Bunday vaziyatda bilmagan edik degan gap har doim ham javobgarlikdan ozod qilmaydi. Shuning uchun inson vafot etsa,
yaqinlari tegishli idoralarga xabar berishi, dafn puli yoki boshqa qonuniy to'lovlar tartibini alohida so'rashi kerak. Birinchi nozik jihat. Tekshiruv pensiyani darhol to'xtatish degan emas. Ko'pincha avval ma'lumot solishtiriladi. Agar nomuvofiqlik topilsa, fuqaro yoki uning vakilidan hujjat so'raladi. Shuning uchun biror xabar kelsa, telefon qilinsa yoki pensiya bo'lmay kelish aytilsa, qo'rqib yashirinmang. Aksincha, boring, tushuntiring, hujjatingizni ko'rsating. Muammoni vaqtida hal qilgan odam yutadi. Ikkinchi nozik jihat, bank kartasi pensionerning shaxsiy mablag'i uchun ishlatilishi kerak. Farzandlar ota-onasiga yordam berishi yaxshi, lekin kartani butunlay olib qo'yib, pensionerning o'zi bilmagan holda ishlatish yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Agar pensioner keyin men pensiyamni olmaganman desa, oila ichida ham, bank oldida ham muammo chiqadi. Eng to'g'ri yo'l pensioner roziligi bilan qonuniy ishonchnoma asosida yordam berish. Uchinchi nozik jihat, familiya o'zgarishi. Ayollar turmushga chiqarib familiyasini o'zgartirgan, keyin ajrashgan, yana boshqa hujjatlarda eski familiya qolgan holatlar ko'p. Pensiya hisobida bitta harf ham ahamiyatli. Masalan, tug'ilganlik guvohnomasida boshqa yozuv, nikoh guvohnomasida boshqa, pasportda boshqa bo'lsa, hujjatlar zanjiri kerak bo'ladi. Nikoh guvohnomasi, ajrim haqidagi hujjat, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi ma'lumotlar saqlangan bo'lishi kerak. To'rtinchi nozik jihat. Mehnat daftarchasidagi tuzatishlar. Eski korxonalarda qalam bilan yozilgan, ustidan chizilgan nursiz tuzatishlar bo'lishi mumkin. Tekshiruvda bunday yozuvlar shubhali ko'rinadi. Agar ish joyi hozir mavjud bo'lmasa, arxivdan ma'lumotnoma olinadi. Arxiv topilmasa, sud orqali ish stajini tasdiqlashga to'g'ri keladigan holatlar ham bo'ladi. Bu uzoq jarayon. Shuning uchun hujjatlarni oldindan tartibga solish kerak. 5-nozik jihat. Pensiya miqdori kamaygan bo'lsa, sababini yozma so'rash kerak. Ko'pchilik og'zaki gapga ishonib ketadi. Shunaqa bo'libdi, kompyuter kamaytiribdi, yuqoridan shunday bo'lgan degan javoblar yetarli emas. Sizda fuqaro sifatida sababni bilish huquqi bor. Pensiya bo'limidan rasmiy tushuntirish so'rashingiz mumkin. Agar xato bo'lsa, qayta hisob-kitob talab qilinadi. 6-nozik jihat, pensioner ishlayotgan bo'lsa. Ba'zi pensionerlar pensiyaga chiqqanidan keyin ham ishlaydi. Bunda pensiya turi, ish joyi, soliq va bandlik ma'lumotlari muhim bo'lishi mumkin. Hamma ishlagan pensionerning pensiyasi kesiladi degan gap noto'g'ri. Lekin ayrim nafaqa va qo'shimcha to'lovlarda daromad, bandlik yoki boshqa shartlar ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shnim ishlasa ham olyapti, men ham olaveraman deb emas. Aynan o'zingizning pensiya turingiz bo'yicha aniqlik kiriting. Birinchi qadam. Pensionerning asosiy hujjatlarini bir joyga yig'ing. ID karta yoki pasport, PNFL raqami, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi hujjat, bank kartasi rekvizitlari, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarish hujjatlari. Nogironlik bo'lsa tibbiy xulosa. Boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa vafot guvohnomasi va farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam. Hujjatlarda ism, familiya, ota ismi va tug'ilgan sana bir xil yozilganini tekshiring. Masalan, pasportda Abdullayev, mehnat daftarchasida Abdullayev emas, Abdullayev kabi xato bo'lsa, buni e'tiborsiz qoldirmang. Hozir kichik xato bo'lib ko'rinsa ham, keyin katta muammoga aylanishi mumkin. 3-qadam. Bank kartasi muddatini tekshiring. Ko'p pensionerlar kartaning amal qilish muddati tugaganini bilmay qoladi. Pensiya tushgan bo'lsa ham yetishda muammo chiqadi. Bankka borib, karta faolmi? SMS xabarnoma ulanganmi? Telefon raqami to'g'rimi? Karta pensioner nomidami, bularni aniqlang. 4-qadam. Nogironlik pensiyasi bo'lsa, tibbiy ko'rik muddati qachon tugashini yozib qo'ying. Muddat tugashidan 1-2 oy oldin poliklinika yoki tegishli tibbiy muassasaga murojaat qiling. Kerakli tahlillar, shifokor xulosalari, yo'llanma va boshqa hujjatlarni oldindan tayyorlang. Oxirgi kunga qoldirsangiz navbat. Hujjat yetishmaslik yoki bayram kunlari sababli pensiyada kechikish bo'lishi mumkin. 5-qadam. O'qiyotgan farzandlar bo'yicha ma'lumotnomani vaqtida oling. Agar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi farzandning o'qishi bilan bog'liq bo'lsa, o'quv yili boshida o'qish joyidan kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqida ma'lumotnoma oling. Ma'lumotnomada familiya, ism, kurs, ta'lim shakli, o'qish muddati aniq ko'rsatilgan bo'lsin. 6-qadam. Yashash joyi o'zgargan bo'lsa, pensiya bo'limiga xabar bering. Ayniqsa pensioner boshqa viloyatga ko'chgan bo'lsa,
farzandi bilan yashayotgan bo'lsa yoki uzoq muddat chet elga ketayotgan bo'lsa, bu masalani oldindan aniqlashtiring. Pensiya baribir kartaga tushadi deb beparvo bo'lmang. Chunki ayrim holatlarda ma'lumot yangilanishi talab qilinadi. 7-qadam, agar pensiya kamaygan, kechikkan yoki to'xtagan bo'lsa, darhol vahimaga tushmang, lekin kutib ham o'tirmang. Avval bankdan to'lov kelgan-kelmaganini tekshiring. Keyin tuman yoki shahar pensiya bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan ID karta, pensiya hujjati, bank rekvizitlari va muammo bo'yicha dalillarni olib boring. Agar og'zaki javob sizni qoniqtirmasa, yozma ariza bering. Arizada pensiya to'lovim nima sababdan kamaygani yoki to'xtatilgani haqida yozma tushuntirish berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 8-qadam. Arizadan nusxa olib qoling. Ko'pchilik ariza beradi, lekin o'zida nusxa qolmaydi. Keyin qachon topshirgani, kim qabul qilgani, nima yozgani noma'lum bo'lib qoladi. Agar imkon bo'lsa, arizani ro'yxatdan o'tkazib, kirim raqamini oling. Elektron murojaat yuborsangiz, tasdiqlovchi xabarni saqlab qo'ying. 9-qadam, shubhali qo'ng'iroqlarga ishonmang. Biz pensiya tekshiruvdamiz, kartangiz raqamini ayting, SMS kodini ayting. Aks holda pensiyangiz to'xtaydi desa, bu firibgar bo'lishi mumkin. Hech qachon SMS kod, karta pin kodi, mobil bank parolini hech kimga aytmang. Davlat idorasi yoki bank xodimi sizdan bunday maxfiy kodlarni so'ramasligi kerak. Pensionerlar aynan shunday aldovlarga ko'proq uchraydi. Shuning uchun farzandlar ota-onalariga buni alohida tushuntirsin. 10-qadam, agar siz keksa ota-onangizga yordam berayotgan bo'lsangiz, hamma ishni ularning roziligi bilan qiling. Pensiya ularning shaxsiy daromadi. Hujjatlarni yangilash, bankka borish, ariza yozish, ishonchnoma rasmiylashtirish, bularning hammasida pensionerning huquqi va roziligi birinchi o'rinda turadi. Men ekspert sifatida shuni alohida ta'kidlayman, tekshiruvlardan qo'rqmaslik kerak, lekin beparvo ham bo'lmaslik kerak. Eng ko'p zarar ko'radiganlar odatda hujjati yo'q odamlar emas, balki keyin qilaman deb yuradiganlar bo'ladi. Pasport yangilangan, xabar bermagan. Karta muddati tugagan, tekshirmagan. Nogironlik ko'riga yaqinlashgan, bormagan. Farzandi o'qishga kirgan, ma'lumotnoma olmagan. Mehnat daftarchasida xato bor, arxivga murojaat qilmagan. Keyin pensiya kechiksa hamma idorani ayblaydi. Aslida ko'p muammolarni 1-2 kun ichida oldindan tartibga solish mumkin. Agar pensionerning hujjatlari joyida bo'lsa, pensiya qonuniy tayinlangan bo'lsa, u odam hech narsadan qo'rqmasin. Aksincha o'z huquqini bilsin. Pensiya kamaytirilsa, sababini so'rasin. Ortiqcha to'lov deysa, hisob kitobini talab qilsin. Ish staji kiritilmagan bo'lsa, hujjat topshirsin. Nogironlik bo'yicha savol bo'lsa, tibbiy tartibni aniqlashtirsin. Har bir masalada hujjat va yozma javob eng kuchli himoya hisoblanadi. Demak, 20 sentyabrdan boshlab pensionerlar bo'yicha tekshiruvlar haqida gap ketganda, buni hamma uchun ogohlantirish sifatida qabul qilish kerak. Bu hammani jazolash degani emas. Bu hammani jazolash degani emas. Bu ma'lumotlarni tartibga solish, hujjatlardagi xatolarni aniqlash, noqonuniy to'lovlarning oldini olish va qonuniy pensiya oluvchilarning huquqlarini himoya qilish jarayonidir. Sizning vazifangiz oddiy. Hujjatlarni tekshiring. Bank kartasi va pasport ma'lumotlarini yangilang. Nogironlik yoki o'qish bo'yicha muddatlarni o'tkazib yubormang. Shubhali qo'ng'iroqlarga ishonmang va har qanday muammo bo'lsa, yozma murojaat qiling. Agar oilangizda pensioner bo'lsa, bu ma'lumotni albatta ularga yetkazing. Videoni tanishlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida aytilgan maslahat kimningdir pensiyasi kechikib qolishining oldini olishi mumkin. Izohlarni yozing. Sizning hududingizda pensiya tekshiruvlari, hujjat yangilash yoki to'lov kechikishi bo'yicha qanday holatlar bo'lyapti? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va keyingi muhim tushuntirishlarni o'tkazib yubormang.